Assalomu alaykum, men Mirzoman. Alisa, ya'ni Arisu dunyosida davom etamiz. Endi ular katta kartalar uchun o'ynashadi va ularning raqiblari shunchaki shartlar emas, haqiqiy odamlar bo'ladi. Bu mavsumda asosiy rollarga Chishiya chiqadi va bu ko'pchilikning asosiy qahramoniga aylanadi. Obuna bo'lishni unutmang. Bizni hali ko'p seriallar kutib turibdi. Qanunda ketdik. Birinchi qism. Arisu otishma o'yin o'ynayotganda yoniga otasi kelib suhbatga kech qolishini aytadi. Arisu bunga e'tibor bermaydi. Keyin uning hozirgi holatiga qaytamiz. Shaharda otishma boshlangan va hamma har tarafga qochib qurbon bo'lishni boshlagan. 13 daqiqa oldingi vaziyatga qaytamiz. Qahramonlarimizni oldidagi binoda yangi bosqich boshlangani haqida yozuv chiqadi. Ular hali o'yin boshlanmagani va qoidalarni aytishmaganini muhokama qilib turishganda, ularning yoniga sohildagi odamlar mashinalarda kelishadi. Ular bilan gaplashib turishganda, qandaydir juda kuchli quroldan ularga qarab o'q uza boshlanadi. Chishiya bu quroldan mashina ortiga berkitilish befoyda ekanini tushunadi va ular bino ortiga berkinishadi. O'q ovozi yaqinlashadi va panikadagi odamlar orqasiga qaramay qochishni boshlashadi. Ular bir amallab qochishni uddalashadi, lekin ularni kim qayerdan otishayotganini topisha olmaydi. Arisu o'zi o'ynagan o'yinlari esiga tushadi va uni o'ynab o'tirganidagi oyigan ukasini eslab, yonida bir odamni otib yiqitishganini ko'radi. Uni yoniga bora olmaydi. Ular mashinalar ortida berkinib o'tirishganda, ularning ustidan havo sharida Qirol Pikni olib o'tishadi. Ya'ni ularga hujum qilayotgan Qirol Pik ekaniga ishora qilishadi. Ma'lumot uchun, har bir katta kartalarda ular o'ynaydigan joyda havo sharlari bo'ladi va bu ularning joylashuvi bilan qiyinchilik darajasini ko'rsatadi. Arisu bilan Usagi qochishni boshlashadi va Arisu haligi yigitni qutqarishga qaror qiladi. Qirol Pik kelishiga qaramay uni olib ketishadi, lekin juda kech bo'lgandi. Nima qilishni bilmay turishganda yonlariga mashinada An bilan Tatta kelishadi. Chishiya endigina chiqayotganda yoniga granata kelib tushadi va qolganlarga qochishni buyuradi. Qolganlar mashinada o'yinni muhokama qilishadi va biz butun shahar o'yin zonasiga aylangani, Qirol Pik esa yolg'iz ekanini bilib olamiz. Ularning ortidan kelayotgan mashinada Qirol Pik osilib olganini va ularning hammasini o'ldirib rolga o'zi o'tirganini ko'ramiz. Qahramonlarimiz shapkachining tuzgan rejasidan boshqasi bo'lmagani uchun hamma bosqichlardan o'tib bor kartalarni yig'ish kerakligini muhokama qilib o'tirishganda, ularning yoniga mashinada Qirol Pik keladi va o'q uzishni boshlaydi. Tatta boshqarishni yaxshi uddala olmagandan keyin An boshqaruvni qo'lga oladi va qochishni boshlashadi. Biroz qiyinchiliklar bilan qochishgandan keyin halokatga uchrab yiqilishadi. Ular endi o'zlariga kelib olishganda Qirol Pik yana otishni boshlaydi. Shu tariqa qirol bir o'zi shaharni vahimaga solishda davom etadi. An jamoadan ajraladi. Qolgan qahramonlarimiz bir baland binoga yashirishni uddalashadi. Huyna bilan Tatta mashina topish uchun, Arisu bilan Usagi ozuqa izlash uchun ketishadi. Huyna bilan Tattaning suhbatidan ular oldingi hayotida qancha qiynalgan bo'lishsa ham qaytishni xohlashlarini bilib olamiz. Я все равно хочу домой. Да, я тоже. Arisu ovqatlarni ko'rib yana do'stlari esiga tushadi. Usagi esa o'z pozitivini Arisuga yamlashadi. Карта или наличка? Arisu esa uni tabassum chiroyli ekanini aytib uyaltiradi. Keyin Arisu o'z dunyosiga qaytishni xohlashini aytib do'stlarini eslaydi. Usagi otasini eslaydi. So'ng bo'lgan voqeani Arisuga aytib beradi. Shuning uchun o'zlarining dunyosini yoqtirmasligini aytadi. Arisu uni bag'riga bosib dalda beradi va uni himoya qilib yangi hayot boshlashga yordam berishni aytadi. Usagi esa ular bir-birlari his qilgan narsani his qila olmasliklarini aytib, ularga imkon berilgan taqdirda ham o'zlarining dunyosiga qaytishdan bosh tortadi. Do'stlarini yo'qotib endigina o'ziga yaqin odam topdim deb o'ylagan Arisu qotib qolaveradi. Ular sheriklari bilan birga mashinada ketishadi. Ertasi kuni Arisu tomdan havo sharlarini ko'radi va qaysi karta qayerdaligini xaritadan belgilab oladi. Qolganlarga Qirol Pikdan qochishni o'rniga boshqa o'yinlarda qatnashib imkoniyatlarini oshirishni taklif qiladi. Hamma bunga rozi bo'ladi. Ular Qirol Trefni tanlashadi va jamoaviy o'yin bo'lgani uchun ularda imkon bor ekanini aytadi. Ular o'sha konteynerlar joylashgan Qirol Tref zonasiga yetib kelishadi. U yerda qurol taqiqlangani va 5 odamdan iborat jamoa bo'lishlari yozilib, 4 ta braslet qo'yilgandi. Ularning 5-inchisi omon qolgan olifta bo'ladi. Unga ishonishmaydi, lekin boshqa variant bo'lmagani uchun o'yinga qo'shilishadi. Darvoza ochilib, ular ichkariga kirishadi. Ichkaridagi maydonda Qirol Tref jamoasi bilan keladi va qirolni o'zi yalang'och ekanini ko'ramiz. U jamoasini tanishtirib o'tadi. Ситара, Ута, Маки, Гокен. Здрасте. Это и есть король Треф? Полнейший псих. Keyin u shu davlat fuqarosi ekanini aytadi. Ikkinchi qism. Qism boshida Qirol Tref jamoasi oldin musiqiy guruh bo'lishganini bilib olamiz. Qirol qahramonlarimizga ular katta kartalarni fuqarolarga qarshi kurashishlarini, ishtirokchilar kabi fuqarolarda ham o'yinda mag'lubiyat o'limga olib kelishini aytadi. Keyin ular Osmos o'yinini o'ynashlarini aytadi. O'yin shartiga ko'ra 2 soat vaqt ichida jamoalar ball to'plashadi. Kam ball to'plagan jamoa mag'lub bo'ladi. Boshlanishiga har bir jamoaga 10,000 balldan beriladi. Ular ballarni o'zi xohlagan tarzda bo'lib olishlari mumkin. Eng kami 100 balldan berish mumkin. Ular jang qilishlari mumkin va jangda teginishni o'zi ko'p ballga ega odamni o'zini g'olibga aylantirib, raqibga 500 ballni olib beradi. Va muhim tarafi, raqibga teginmaguncha uni ballarini bila olmaysiz. Bu esa tavakkalga asoslangan. Agar jamoada 2 odam birlashsa, raqibni shunchaki yengib qo'yaveradi va har biriga 250 balldan beriladi. Keyingi ball olish mumkin bo'lgan narsa buyumlar. Konteynerlarda 6 ta buyum yashirilgan va har biri o'sib borish tartibida 500 dan 3000 gacha ball beradi. Keyingi ballar bazalardagi ustunlarga tegish orqali beriladi. Ya'ni raqib bazasidagi ustunga tegsang, jamoangga 10,000 ball beriladi.
beriladi. Agar sen o'z bazangdagi ustunga tegib tursang, senda cheksiz ball bo'ladi va bu holda raqiblarga teginsang, uni o'ldirasan. Raqib bazasiga tekkaningdan keyin neytral odamga aylanasan va xohlagan raqibga teginsang, bu uni to'q urib hushdan ketishiga olib keladi. Shunaqa katta qoidalar ro'yxatini ko'rsatgandan keyin qirol ketadi va Arisu undan bu o'yinlarda g'alaba qozonishsa, o'z dunyosiga qayta olishi mumkinmi deb so'raydi. Qirol bu dunyo o'zlarikidan ko'ra haqiqiyroq ekanini aytadi va so'nggi tomchi qolguncha kurashishni taklif qiladi. Arisuning rejasiga ko'ra tez yuguradiganlarga ko'p, sekin yuguradiganlarga kam ball beriladi va bazada qoladigan odamga 100 ball berishadi. Biri tez va biri sekin yuguradigan odamlar guruh bo'lib yo'lga chiqishadi. Usagi bilan Olifda raqiblardan birini ko'rishadi va u qochib ketadi. Arisu bilan Kuyna balli buyumlardan qidirishni boshlashadi. Bittasini topib 2000 ballga ega bo'lishadi. Shu paytda ularning oldidan qirol chiqib urushni taklif qiladi. Keyin hayot haqida aytishni boshlaydi. Arisu bunga rozi bo'ladi va balla ko'p bo'lgani uchun g'alaba qozonadi. Bunda Arisu raqiblarining teng ballarni bo'lib olishganini bilib oladi. Usagi bilan Olifda ham birlashib bir raqibni ballni olishni uddalashadi. Keyin bu ishni Arisular ham uddalaydi. Ular bazaga qaytishadi. Bu yerda Olifda qon tuflaganini ko'ramiz. Raqib jamoa esa qandaydir reja tuzishadi. Arisu jamoasi Tattani bazada qoldirib 1000 ballik buyumni topishadi. Shu paytda bazaga qirol Tref jamoasi keladi. Tatta ustunni ushlaydi va unga yaqinlashsa o'ldirishni aytadi. Ular to'rt tarafdan ustunga yugurishadi va Tatta ulardan birini tutadi. Shuning hisobiga ularga 30,000 ball beriladi. Birisining o'limi evaziga Arisu jamoasiga 10,000 ball qo'shiladi. Ular endi qirol Tref bazasini himoya qilishini tushunib, unga hujum qilish olmaydi va buyumlarni izlashni boshlashadi. Qirol Tref jamoasi 500 ballik buyumni topishadi. Usagidan 500 ball olishadi va qirol jamoasi 1000,5 ballik buyumni ham topishadi. Keyin Kuynadan ham 500 ball olinadi. Arisu endi buyum topdim deganda uni raqiblari topganini ko'radi va ular 3000 ballga ega bo'lishadi. Qirol keladi va Arisu bundan ularni bazasini himoya qilayotganini tushunadi. U bir do'sti haqida aytib beradi va Arisuni yelkasidan ushlab yana 500 ball yutib oladi. Arisu bazaga qaytganda qirolning gaplaridan keyin qo'rquvni yengib ularni bazasiga hujum qilishlari kerakligini aytadi. Ular Tattani bazada qoldirib ketishadi. Usagi raqiblar bazasida konteyner ustidan keladi va undan ball olgan raqibini chalg'itib olib ketadi. U Usagini quvishni boshlaydi. Qolganlar raqib bazasiga borishadi. Qirol jamoasi a'zolari ustunni ushlab olishadi. Bu yoqda Usagi raqibi bilan poygani davom ettiradi. Usagi raqibini poygada yengishni uddalaydi. Qirol bazasidagi jangda Arisuning hiylasi evaziga Olifda 10,000 ball olishni uddalaydi. Lekin Kuyna bunga ulgurmay qoladi. Arisu jamoasi bilan 3000 ball orqada qolishadi. O'yin tugashiga 20 daqiqa vaqt qoladi va Arisu jamoasi barcha buyumlarni yig'sa ham yutqazadigan vaziyatga kelib qoladi. Ular o'z bazasiga qaytishadi va Usagi buyumlarni izlashga ketadi. Qolganlar esa nima qilishni ham bilmay qolishadi. Usagi oxirgi buyumni topadi va ularning ballari orasida 500 ball qoladi. Arisu Tattani qilgan ishlari uchun rahmat aytib 500 ball topishni bir ilojini qilishni uchun ketadi. Usagi yo'lda Olifdan uchratadi. U o'zini kim ekanini tushunganini aytib, Usagini o'zini stilda zo'rlashni boshlaydi. Uni boshini yerga urib hushidan ketkazadi. Shu ko'rinishda qism tugaydi. 3-qism. Bu qism Tattaning oldingi hayoti bilan boshlanadi. Unda mashina tuzatish shoxobchasida ishlashi va omadsiz, o'z hayotidan ma'no topa olmayotgan odam bo'lganini ko'ramiz. Shu omadsizligi bilan ish o'rgatuvchisini mashina tagida qoldirib, qo'li sinishiga sabab bo'lganiga guvoh bo'lamiz. Keyin shu xayollar bilan o'tirgan Tattani ko'ramiz. Oliftaning ishiga Arisu xalaqit beradi. Raqiblar o'tganiga ishonchlari komil bo'lib turganda qirol aylanish uchun ketadi. Arisu Usagini bazasiga olib borib qo'yadi va xayollarga berilib qirolning yoniga boradi. Ular biroz suhbatlashadi va bu unga mag'lubiyat olib kelsa ham Arisu yakun uchun qo'l berishni taklif qiladi. Qirol raqibining so'nggi tilagini amalga oshirish uchun qo'l beradi va u mag'lub bo'lib Arisu jamoasi 500 ball oldinga chiqishadi. Bu voqeaning sodir bo'lish sababiga qaytamiz. Arisu Usagini yotqizgandan keyin Tatta konteynerning eshigi bilan qo'lni sindirishga urinayotganini ko'rib, unga qarshilik qiladi. Tatta uni qo'ldagi brasletni yechib olish orqali yutishlari mumkinligini aytib, uni qo'lni uzishni so'raydi. Arisu uni qo'liga eshik bilan uradi va uni brasletini yechishga muvaffaq bo'lishadi. U brasletni olib qirolning yoniga ketadi. Shu tariqa ular g'olib bo'lishganini ko'rishimiz mumkin. Qirolning jamoasi ham bundan u uchun xafa emasliklarini ko'rishimiz mumkin. Chunki ular shu yergacha qirol sababli kelishganini bilishardi. Arisu qiroldan hamma o'yinlardan o'tsa, uylariga qaytishi mumkinmi yo'qmi deb so'raydi. Lekin undan ham javob ola olmaydi. O'yin tugaydi va qirol jamoasi mag'lub bo'ladi. Qirol Arisuga hamma narsa o'ziga bog'liq ekanini, u bilan birga o'ynashdan faxrlanishini aytadi va lazer orqali jon beradi. Shu jumladan jamoasi ham. Keyin g'oliblarning ko'z oldida qirol Trefning havo shari portlab ketadi. Keyin ular Tattaning yoniga borishadi. U ko'p qon yo'qotgani sababli jon beradi. Uni jamoadoshlari ko'mishadi. Teo qamoqxonasidagi Valet Cherf o'yiniga bir odam kelganini ko'ramiz. Ichkarida Chishiyani ham ko'rishimiz mumkin. O'yin shartiga ko'ra bo'yinlardagi bo'yinbog'ning orqa tarafida karta turlari ko'rsatilgan. Buni esa ishtirokchining o'zi ko'ra olmaydi. Ularga cheksiz vaqt berilgan. Lekin har bir soatda o'z xonalariga kirib, bo'yinlardagi belgini aytishlari kerak. Xato aytishsa bo'yinbog' portlab ketadi. Ularning orasida Valet Cherfning o'zi ham borligini aytiladi. O'yin Valet Cherf o'lsagina to'xtaydi. Ya'ni Valetni kimdir aldash kerak. O'yin boshlanadi. Bir qiz o'ziga jamoa to'plab oladi. Соберемся в две команды, чтобы сообщать символы друг другу. Тогда никто не сможет соврать. Chishiya esa o'ziga do'st topadi. Chishiya sherikga hech kimga ishonmaslikni maslahat beradi. Va u yerdagi juftliklarni, yangi do'stlashgan odamlarni ham ko'rsatadi. Keyin ular haligi qizni jamoasiga qo'shilishadi. Birinchi bosqich tugaydi va unda hamma omon qoladi. Yangi do'stlardan biri zo'r
zo'ravonlik qilayotgan odamning sherigiga yolg'on javob berishni maslahat beradi va qiz u yigitni o'z jamoasiga qabul qiladi. Shu o'yinda zo'ravon o'ladi. Hammada shubha boshlanadi. Jamoa boshlig'i bo'lgan qiz o'z jamoasiga qo'shgan yigitni valid deb hisoblab uni aldashni taklif qiladi. Chishiya hammani kuzatishda davom etadi. Qizning gapiga ko'ra haligi yigitni o'ldirishadi. 4-raund boshlanadi. Qizning jamoasida bir qiz hayajonlanishni boshlaydi va qizni keyingi qurbon qilib uni tanlashni taklif qiladi. Jamoada yana bir qiz guruh boshlig'ini o'zidan shubhalanishni boshlaydi. Shubhalangan qiz boshqalardan o'zini kartasini so'raydi va ularning yolg'oni sabab halok bo'ladi. Синобу Фурута. Chishiyaning do'sti stressga tushishni boshlaydi. Keyingi o'yinda yana 2 odam o'yindan chiqadi. Yangi raundda esa guruh boshlig'ini aldashga qaror qilishadi, lekin u buni sezib qoladi va vaziyat chigallashadi. Shundan keyin jamoa boshlig'i va yana bir odam o'ladi. Qolgan jamoa a'zolari ham bir-birini aldab qurbon qilishadi. O'yinda 6 kishi qoladi va Chishiyaning sherigi endi chiday olmasligini aytadi. Chishiya unga motivatsiya beradi, lekin buning foydasi bo'lmaydi va sherigi javob bermay o'yindan chiqadi. Shu tarzda Chishiya ishonchli sherikdan ayrilib yolg'iz qoladi. 4-qism. Chishiya boshqalarni kuzatishni boshlaydi va yangi do'stlashganlarning birining yoniga borib, sherigi serial qotil ekanini, undan ehtiyot bo'lishni aytadi. Undan valid sherig ekanidan gumon qilayotganini aytadi, lekin u Chishiyaga ishonishni xohlamaydi. Lekin baribir bir-birlarining kartalarini aytishadi. Keyin u Chishiyani aldaganini ko'ramiz. U sherigining yoniga borib, valid Chishiya ekani, u bu o'yinda o'lishini aytadi. Juftlikning erkagi esa qizni valid o'sha qotil ekaniga ishontiradi. Chishiya qiz bilan gaplashishga qaror qiladi va u qotilni sherigi haqida aytib, o'zining kartasini aytishni so'raydi. Qizning yigiti esa qotil bilan hojatxonada gaplashadi va undan hech narsa chiqmaydi. Qiz Chishiyaga javob bermay ketadi. Chishiya qolganlarni kuzatishda davom etadi va bu raundda valid ishini boshlashini tushunadi. Uning fikriga ko'ra bu oxirgi raund ekanini aytadi. Qiz sherigiga ishonmaydi va sherigi ham uni ishonmaganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan hamma sherigini aldaganini ko'rishimiz mumkin. Chishiya tavakkal qilishiga to'g'ri keladi va o'zi to'g'ri deb bilgan javobni aytadi. O'yin vaqti keladi va portlash ovozi eshitiladi. Eshikni ochib qotilning sherigi chiqadi va boshqa hech kim chiqmagandan keyin g'alaba qozonganini aytib quvona boshlaydi. Lekin erta quvongan bo'lib chiqadi va Chishiya bilan qotil chiqadi. Undan keyin qizning yigiti ham chiqadi va ular birlashib u valid ekanini isbotlashadi. Chishiya ularni kuzatganini aytadi va ular oldin shirinliklar orqali gaplashib, kartalarni almashganini aytadi. Uning yolg'onlari marrasiga yetib kelgandan keyin u ilojsiz qoladi va Chishiyadan boshqalar undan kerakli ma'lumotlarni olish uchun bir xonaga olib kirishadi. Uni qurollar bilan so'roq qilishni boshlashadi va Chishiya g'olib tarzda chiqib ketadi va holanki havo shari ham portlab ketadi. Keyin kimdir bu yerda videoga olishni boshlaganini ko'ramiz. Yana bir do'stini yo'qotgan Arisu sheriklarga bu o'yinlarda g'alaba qozonishsa ham o'zlarini dunyosiga qayta olishmasligini tushunganini aytib yig'lay boshlaydi. Kuina An bilan Chishiyani izlash uchun ketadi. Arisu har doimgidek do'stlarining so'zlarini eslaydi. Usagi uni ruhlantirishga urina boshlaydi. Keyin ular birga ovga chiqishadi. Birga ov qilib, ozroq kayfiyat ko'tarib olishadi. Keyin jasadlarga to'la odamlar yashagan lagerga kelib qolishadi. U yerda bir furgonning oldida o'tirgan tirik qolgan odamni ko'rishadi. Bu o'sha qism boshida videoga olgan odam bo'ladi va u furgon ichidagi videotasmalarni ko'rishni so'raydi. Ular uskuna orqali bizga oldinroq ko'rsatilgan videoni ko'rishni boshlashadi va bundan Anni ham ko'rishadi. U Tokiodan tashqarida nima bo'layotganini ko'rishni xohlashini aytadi. Kamerachi bu yerga tushib qolishganida nima bo'lganini eslaydigan ayolni topadi va u endi aytishni boshlaganda uni o'ldirishadi. Bu qurol pik bo'ladi. Bu video ularning savollariga javob bo'lishning o'rniga savollarni yanada ko'paytiradi va ko'patmay ularning yoniga qurol pik keladi. Ular o'rmon tarafga qochishadi va endi u Arisuni o'ldirayotganda qurolga kimdir o'q uzadi. Arisu yana qochib daraxtga sanchilgan nayzaga urilib hushidan ketadi. U tunda bir oyog'i protez bo'lgan qizni oldida uyg'onadi. Qiz uni qutqarishni xohlamaganini, lekin sherigi shuni xohlaganini aytadi. Uni sherigi esa Aguni bo'lib chiqadi. Агуни? Привет, новичок. 5-qism. Bu yoqda Usagi Arisuni qidirishni boshlaydi. Arisu Aguni bilan gaplashib, sheriklari haqida aytib beradi va Aguni qirol Pikni o'ldirmoqchi ekanini aytadi. Arisu yashashni xohlashini aytib, bu ishga aralashishdan bosh tortadi. Keyin yangi qahramonimiz Hiyaning oldingi hayotiga izlanamiz. Unda uning 2 oyog'i borligi va juda yengiltak qiz bo'lganini ko'rishimiz mumkin. U bu yerga o'tib qolganda birinchi o'ynagan o'yini stadionda bo'ladi va hamma stadion markaziga boradi. O'yin 7 pik bo'ladi va qaynoq o'lim deb nomlanadi. O'yin shartiga ko'ra hamma qochishi, stadion to'liq buzilib bitgach, o'yin tugashi kerak edi. Yer silkinishni boshlaydi va hamma qochadi. Stadion tagi yorilib qaynoq suv chiqishni boshlaydi. Heya birinchi qochayotgan bo'lsa ham uzoqqa bora olmaydi va chap oyog'iga armatura kirgan holda uyg'onadi. Yonida jasadlarni ko'radi va ozroq o'zini yo'qotib, keyin oyog'ini sug'urib oladi. Yonida havo quvurini ko'radi va shu orqali u yerdan chiqib oladi. Agunining ko'ziga do'sti ko'rinadi va u hech nima qila olmasligini, qilgan ishlari uchun qahramondek o'lishga loyiq emasligini aytadi. Arisu Heyani yonida uyg'onadi. Undan shaharga yo'lni so'raydi. Chanqagan qiz unga osiladi, lekin ularga Aguni xalaqit berib
qoladi va o'zlarini himoya qilishlari kerak ekanini aytib, Arisuga qurol berib ketadi. Ular yo'lga chiqishadi va bir odam o'zini osib o'ldirganini ko'rishadi. Hiya bu qo'rqoqning ishi ekanini aytadi va Arisu uni ayblamasligini so'raydi. Keyin Hiya voqeasini yakunlaymiz. U quvurdan chiqib olgandan keyin ko'ziga o'lgan onasi ko'rinib, yoniga chorlaydi. Uni onasining ruhi qutqaradi va omon qoladi. Bir amallab shifoxonaga yetib boradi va oyog'i gangrena bo'lib ketganini ko'radi. Uni yoniga bir doktor keladi va oyog'ini olib tashlash kerakligini aytadi. Buni to'lovini esa o'z tanasi orqali qilishga majbur bo'ladi. U Arisuga shuning uchun nima bo'lsa ham omon qolish kerakligini aytadi. Bu yoqda Usaga ozuqa qidirib bir uyga kiradi va bir bolakay bilan bir ayolni ko'radi. Ayol unga ozuqa beradi va bolakayni ota-onasi o'lganini aytadi. Usagi yana otasi bilan xotiralarini eslaydi. Ota tog'lar bag'rida jon berishni xohlashini aytadi. Keyin Anga yuzlanamiz. U o'rmonda biroz yurgandan keyin kompasi aylanib yotganini ko'radi. Daraxtlarda belgi qoldirib yo'lda davom etadi. Aguni sheriklarini qirolni chaqirish joyini ko'rsatadi. Reja bo'yicha ishni boshlashadi va qirol ham u joyga yetib keladi. U Arisuni ko'radi va rejadagidek qopqonni ko'rib yo'nalishni o'zgartiradi. U uqsirab o'tirgan Arisuni orqa tarafdan keladi va endi uni otmoqchi bo'lganda uni chalg'itib Aguni otib yiqitadi. Lekin bu foyda bermay, u yana turib otishni boshlaydi. Shundan keyin Arisu shunchaki o'lja bo'lganini tushunadi. Keyin unda ikki tarafga hujum boshlashadi. Arisuni yoniga granata kelib tushgandan keyin pastga suvga sakraydi. Aguni esa qurol bilan jangni boshlaydi. Ularga Hiya ham qo'shiladi va ular Aguni bilan pastlikka dumlab ketishadi. Aguni Hiyani qutqarib hushidan ketadi va qirol ularni tinch qo'yadi. Arisu sohildan chiqib shahar tomon yo'l oladi. U yerdan bir chodir topib Usagi deb o'ylaydi, lekin u boshqa odam bo'lib chiqadi. Keyin yo'lda davom etadi. U Dama bubnining ham ustidan g'alabaga erishganiga guvoh bo'ladi. G'oliblar orasidan ham Usagini topolmaydi. Aguni uyg'onadi va yana ko'z oldida do'sti paydo bo'ladi. Keyin Hiya kelib u tiriklikdan quvonib yig'laydi. Arisu shahar bo'ylab kezishda davom etadi. Keyin Kuina Valet Pik o'yinidan ko'pgina jarohatlar evaziga bo'lsa ham g'alaba qozonganini ko'ramiz. An o'z qidiruv ishlarini davom ettiradi va tog' tizmasiga kelib qoladi. Usagi bolakay bilan Dama Pik o'yiniga keladi. Ularning yoniga esa Arisu ham qo'shiladi. Juftligimiz yana birga. Usagi uni bolakay Kota bilan tanishtiradi. O'yin haqida ma'lumot berish boshlanadi va u shoh va mod deb nomlanadi. Dama Pik o'zining jamoasining boshlig'i. Ularning boshlig'i esa Kota bo'lishini aytadi. O'yin shartiga ko'ra 16 bosqichdan iborat bellashuv bo'ladi. Unda 4 kishidan iborat Dama jamoasi birinchi bo'lib quvlashni boshlashadi va raqib jamoasi orqasidagi tugmani bosish orqali o'z jamoasiga qo'shib oladi va shu ishtirokchi raund tugaguncha hech nima qila olmaydi. Keyingi raundda ishtirokchilar jamoasi quvishni boshlaydi va tugma bosilgan ishtirokchi Dama jamoasiga o'tadi. O'yin tugagach eng ko'p ishtirokchiga ega jamoa g'alaba qozonadi va mag'lublar o'ldiriladi. Jamoa sardorlari esa jamoani o'zgartirishi mumkin emas. Shundan keyin tugmali jiletlarni taqishadi va o'yin boshlanadi. Hamma qochadi. Arisu bilan Usagi Kotani qoldirib ketishadi. Dama jamoasi quvishni boshlaydi va bu bilan o'z jamoasini ko'paytira boshlashadi. Birinchi raund 9-11 bo'lib tugaydi. Arisu jamoasi qizillarni qidirishni boshlaydi. Ularning ishiga Dama jamoasi xalaqit beradi va bu raund ham tugaydi. Dama omon qolishni xohlasa, o'zi bilan o'ynashga ishtirokchilarni ko'ndirishni boshlaydi. Ishtirokchilar 14-6 ko'rinishgacha keladi. Bu vaqtga kelib qizilga aylangan ishtirokchilar ko'klardan qochishni boshlashadi. Ya'ni ular Dama jamoasi bilan g'alaba qozonamiz degan fikrga kelishgandi. Arisu, Usagi va Kotadan boshqalar Dama jamoasiga o'tib olishadi. Ishtirokchilar esa hammani shu yerda qolish evaziga ko'chadagi qiroldan qutulishlari mumkinligini aytib, o'ziga tortib ulgurishadi. Dama Arisuga ov e'lon qiladi va 13-raund boshlanadi. Damaga bu ishida Usagi xalaqit beradi va endi ularning jangi boshlanganda qism tugaydi. 6-qism jang boshlanadi. Ozroq jangdan keyin Dama Usagini uloqtirib yuboradi, lekin u temirlardan ushlab qolishni uddalaydi. Dama yana uni ortidan tushadi. Keyin uni tutib olib, hamma o'zini hayoti uchun boshqalarga qurbon qilishga tayyor ekanini aytib, Usagini urishni boshlaydi. So'ng uni boshini yerga urib ketadi. Shu paytda ishtirokchilarning navbati keladi. Ular Arisu bilan birlashib ovni boshlashadi. 3 nafar ishtirokchini tutishni uddalashadi va Usagi ularga motivatsion nutq o'qiydi. Uni gapiga qo'shilishmagandan keyin Arisu ularda g'alaba qozonishsagina imkon paydo bo'lishini, aks holda cheksiz siklga tushib qolishlarini aytadi. Ular baribir o'zlarining dunyosi qaytishga arzimasligini aytishadi. Lekin Usagi nima bo'lgan taqdirda ham o'z dunyosiga qaytishganida insoniy tuyg'ularni his qilishlarini aytadi. Bu boshqa bir Dama jamoasiga o'tgan ishtirokchiga ta'sir qiladi va ular jamoasiga yana bir odam qo'shilib oladi. Shu paytda Dama jamoasining navbati keladi. Ulardan biri ketadi va 5 kishi qolishadi. Arisu ularni yutish uchun reja o'ylab topadi. Dama jamoasi bilan ovga chiqadi. Arisu bilan Usagi qochishadi va Usagi Dama jamoasidagilarni chalg'itishni uddalaydi. Arisuni topib o'rab olishadi va Arisu rejaga ko'ra yonidagi zanjirga osilib ulardan qochadi. Oxirgi raund boshlanadi. Usagi Arisuni yoniga olib darhol ishga kirishadi. Shu tariqa hammani o'z jamoasiga qaytarishni uddalashadi. Dama kelib ularni tabriklaydi va ularning dunyosi juda mudhish ekanini aytadi. Arisu so'ragandan keyin bor haqiqatni hamma kartalarni o'tgandan keyingina bilishlarini aytib, qirol Tref kabi jon beradi. Arisu bilan Usagi o'yindan keyin ozroq yurib Hiyaning o'yinidagi stadionni topishadi va issiq suv borligini ko'rib cho'milishga qaror qilishadi. Ozroq cho'milgach fillar yurganini ko'rishadi. Bu ularning bir-biriga bo'lgan hissiyotlarni uyg'otib yuboradi. Xursandchilik uzoqqa cho'zilmaydi. Ular toshlar orasida
ustida yotgan jasadni ko'rishadi. Queen onasi yotgan kasalxonani topadi. An ortga qaytib izlanishlarni davom ettiradi va o'zini hayoti esiga tushadi. Oliy sud binosiga o'tamiz. U yerda sohildagi Kizurui, ya'ni qirol Bubnining o'yini boshlanayotgandi. U yerda Chishiya bo'lmasa bo'lmaydi hamda o'yin go'zallik konkursi bo'ladi. Qoidaga ko'ra ishtirokchilar 0 dan 100 gacha bo'lgan sonni tanlash uchun 3 daqiqa vaqt beriladi. Hamma tanlangan sonlarning o'rta arifmetigi 0.8 ga ko'paytiriladi. Natijaga eng yaqin son tanlagan ishtirokchi g'olib bo'ladi. Qolganlardan 1 ball olib tashlanadi. Ball -10 ga yetgan ishtirokchi o'yindan chiqadi va shu tartibda oxirida qolgan ishtirokchi g'olib bo'ladi. Har bir ishtirokchi mag'lub bo'lgandan keyin yangi qoidalar o'rnatiladi. Birinchi raund boshlanadi. Bu raundga ko'ra qirol g'olib bo'ladi. Hisob-kitob qilish boshlanadi. Shu paytda ishtirokchilarning ustidagi tarozilarga kislota to'ldirila boshlanadi. Bu ularning o'limi uchun albatta. Ikkinchi raundda ham qirol g'olib bo'ladi. Sonlar kamayayotgani uchun hamma nolni tanlashni rejalashtira boshlashadi. Shu orada qirolning hayotiga qaytamiz. U yurist bo'lgan va boshlig'i bilan suhbat bizni unga hayotga bo'lgan qarashlarni o'zgartirgani ko'rsatiladi. Keyingi raundda qiz g'alaba qozonadi va bunga Chishiya sababchi bo'ladi. U shu orqali ishtirokchilarning fikrlarini buzib boradi. Bu o'ziga keyingi bosqichlarda g'alaba olib keladi. 10-raundga yetib kelishadi va ishtirokchilardan ikkisida -9 ball kelib qoladi. Qirolda -4, qizda -6, Chishiya desa -7 ball. Bu raundda qirol g'olib bo'ladi va ikki ishtirokchi ayanchli tarzda o'yindan chiqishadi. Bu qizni o'lgudek qo'rqitadi. Chishiya bilan qirol esa o'z o'rnida. Ikki ishtirokchi chiqqani uchun yangi qoidalar o'rnatiladi. Bunga ko'ra bir xil raqam tanlagan ishtirokchilar o'yinda yutqazib 1 ball olib tashlanadi va ideal topilgan son qolganlarga 2 balldan yo'qotishni olib keladi. Hamma nolni tanlaydi va 1 balldan yo'qotishadi. Bu Chishiyani -9, qizni -8, qirolni -5 ballga olib keladi. Bu bosqichda Chishiya qizning miyasini to'liq o'qib analiz qilganini ko'rishimiz mumkin. U tavakkal qilish kerak bo'lgan sonni shunchalik aniq topgandan qolganlardan 2 balldan yutqazishiga sabab bo'ladi va qiz o'yindan chiqadi. Shundan keyin qirol Chishiya bilan gaplashishga qaror qiladi. Keyingi raund uchun yangi qoida qo'shiladi va unga ko'ra bir ishtirokchi 0, ikkinchisi 100 ni tanlashsa, 100 ni tanlagan ishtirokchi g'olib bo'ladi. Chishiya qirolning miyasidagi fikrlar bilan o'ynashni boshlaydi. Bundan Chishiyaning hayoti, ya'ni shifoxonada ishlagani, bunda obro' odamiylikdan ustun bo'lgan vaziyatga duch kelganini ko'ramiz. Shu tarzda Chishiya qirolga 100 ni tanlaganini aytadi va o'zini hayotini qadrini tanlashi kerakligini aytadi. Qirol bu orqali o'z xotiralariga yuzlanadi va 0 ni tanlaydi. Shu tariqa hisoblarning tenglashishigacha olib keladi va so'nggi raundda Chishiya unga 100 ni tanlaganini ko'rsatib, taqdirini o'zi hal qilishini so'raydi. Bu bizni qirol Mimiko bilan suhbatlashgan haqidagi xotiraga olib boradi. Bunda Mimiko o'zining ideali uchun o'limga rozi bo'lganini, ya'ni boshqalarning o'limini hal qilishga haqli emasligini aytadi. Qirol shunga ko'ra Chishiyani o'limini emas, o'zini o'limini tanlashga qaror qiladi. Qirol o'limidan oldin buni hammasi u uchun ekanini aytadi. Shu tariqa Chishiya g'olib bo'ladi. Qism so'nggi har bir qahramonimiz o'z ishlari bilan mashg'ul ekani va har birini o'ziga yarasha hayotda umidi bor ekanini ko'rsatish bilan yakunlanadi. 7-qism xarobaga aylangan shahar manzaralaridan keyin oliftaning chiroqlanib kelishini ko'ramiz. Uni oldidan bir chalajon odam chiqadi va o'ldirishni so'raydi. U qirolni olib chiqib, uni azobdan qutqarmoqchi bo'ladi, lekin uni oddiy o'limdan uning azoblanishi unga ko'proq rohat berishini o'ylab, bu fikrdan qaytadi. Damatref o'yinida An bilan Kuyna birlashadi. Bu ularni birga g'alaba qozonishlariga yordam beradi. Keyin boshqa o'yinlarga ham ozroq yuzlanib o'tamiz. Oxirida Damatcher va qirol Pik qoladi. Variso yo'lda qurol topadi va uni o'qlab oladi. Shahar markaziga kelishganda u Chishiyani uchratadi va ular ozroq gaplashishadi. Shu paytda unga kimdir o'q uzadi va bu olifta bo'lib chiqadi. U oxirgi o'yinni birga o'ynashni, ya'ni shu joyda o'zida otishlarni taklif qiladi. Otishma boshlanadi va har kim har tarafga berkinishadi. Ariso do'stlarining gaplariga qarab ularni fikrga qo'shiladi va Ariso bu gaplari bilan uni sindira olishmasliklarini aytib taslim bo'lib o'rtaga chiqadi. Shu paytda Usagi keladi. Bu oliftaning fikrini o'zgartirib boradi. Ariso unga qarshilik qilish uchun uni otib tashlaydi. Usagiga otilgan o'qni esa Chishiya o'ziga qabul qilganini ko'ramiz. Uni so'zlarini eshitishadi va bundan Chishiya aqlli odamlardan qo'rqqanini tushunishimiz mumkin. Keyin olifta ham tirik qolganini ko'rishadi. Shu paytda qirol Pik keladi. Ular yaradorlarni mashinalarning tagiga berkitib ketishadi. Keyin Kuyna bilan Anni ham topishadi. Qirol darhol ularga hujum qiladi va Anni qo'lga oladi. Kuyna unga yordam beradi va shu paytda qirolni kimdir mashinada urib borib portlatadi. Bu qirol o'lmaydi-ku endi. U shu portlashdan ham jarohatsiz chiqib oladi. Nihoyat uning yuzini ko'rishimiz mumkin. Qirol hammani izlashni boshlaganida yordamga Heiya keladi. Hamma berkinadi va jamoaga Heiya bilan Aguni ham qo'shiladi. Aguni qirolni o'qlari tugashiga qarab hujum qilishlari kerakligini aytadi. Ariso Chishiyani bombasini ko'rgandan keyin dorixonani gaz bilan to'ldirib, o'sha joyni portlatishsa, kuchliroq portlash sodir bo'lishini aytadi. Aguni bilan qizlar ham o'lja bo'lishga rozi bo'lishadi. Qirolni chalg'itib tupikka olib kirishadi. Ariso dorixonani gazga to'ldirishni boshlaydi. Qirolga qizlar hujumni boshlashadi. Uni boshiga otish hech kimning xayoliga ham kelmaydi. Qirol ular otmasliklarini tushunib, branshletni ham yechib tashlaydi. Jang boshlanadi va ko'plashib ham unga ziyon yetkazish olmaydi. Va nihoyat An uni orqasidan otishni uddalaydi.
Baribir qirol kuchlilik qiladi va uni birinchi qurboni Heya bo'ladi. Ikkinchisi esa An. Aguni jahl chiqib qirolni ura boshlaydi, lekin uni qo'lda yengish uchun hammasini kuchini qo'shsa ham yetmaydi. Kuynani pichoqlab tashlaydi. Usagi ham oyoqlardan pichoq yeydi. Bungacha Aguni to'pponchasini olib o'qlashni uddalaydi. Qirol bilan Aguni bir-birlariga o'q uzishadi, lekin faqat qirolni o'q tegadi. Usagini o'ldirish uchun borganida tepadan Arisu kelib uni otishga urinadi. U hammani dabdalasini chiqarganini ko'rgandan keyin qirolni chaqirib olib ketadi. Uni dorixonaga kirib kutib turadi. U eshik oldiga kelganda fikridan qaytadi va orqadan Aguni kelib uni ichkariga olib kiradi. Aguni bilan Arisu oynadan tashqariga sakrashadi va granata ishlamagani uchun Aguni uni to'pponchasi bilan otib ishlatadi. Shu tariqa portlash sodir bo'ladi. Bundan Aguni ham, Arisu ham omon qoladi. Endi o'lmasa ham kerak bular. Aguni yiqiladi va Arisuga oxirgi o'yin uchun ketish kerakligini aytadi. Arisu Usagini topadi va u hushidan ketadi. Aguni qirol hali o'lmaganini ko'radi. Boshqa seriallarda asosiy qahramonlar o'laversa, bunda o'lmay azob berishdi o'zi. Qirol Agunidan uni o'ldirishni so'raydi. Bundan qirolni oldingi hayotiga yuzlanamiz va unga ham shunday tanlov berilgandi. U Agunidan uzr so'raydi va Aguni undan xafa emasligini aytib, uni o'ldiradi. Keyin yashashdan maqsadi qolmagani uchun o'zini o'ldirmoqchi bo'lib turganda yoniga do'sti keladi. Unga o'zini asrashni aytib ketadi. Aguni shu yerda qotib qoladi. Qirolning havo shari va nihoyat portlab ketadi. Heya jon beradi. Qolgan qizlar esa suhbatlashib yotishadi. Anni ham o'lim sahnasini ko'ramiz. So'nggi o'yin boshlanishi e'lon qilinadi va bunga Arisu bilan Usagi ketishadi. Bu yoqda Olifta bilan Chishi ham o'lmagan ekan, buni qarang. Arisu bilan Usagi o'yin binosiga chiqishadi. Ularni u yerda Mira kutib oladi. Добро пожаловать на вашу последнюю игру. 8-qism. Hamma o'yinlar tugagan, final esa boshlangan. Shartga ko'ra shunchaki 3 raund kroket o'ynash kerak. Kim g'olib bo'lishi ham muhim emas. Shunchaki 3 raundni yakunlash yetarli. Mira bilan Arisu kroket o'ynashni boshlashadi. Birinchi raundda Mira g'olib bo'ladi. Ikkinchi raundga kelib Arisu Usagini oyog'idan qon oqa boshlaganini ko'radi. Mira esa shunchaki o'yinni cho'zishmaydi. Bu raundda Arisu g'alaba qozonadi. Lekin 3-raundga kelganda Mira choy ichishni taklif qiladi. Arisu yana o'yin tugasa, uyga qaytib olishlari mumkinmi yo'qmi shuni so'raydi. Mira agar u shunchaki qayerda ekanliklarini bilishni xohlasa, aytish mumkin. Lekin orqaga yo'l bo'lmasligini aytadi. U inson evolyutsiyasining har 50 yillikda qilgan yangiliklarni aytib, ular o'z davridan 1000 yildan keyingi davrda yashashayotganini aytadi. Shu paytda Aris orqadagi gullar orasida kamerani payqaydi va ular virtual reallikda o'yinlar o'ynayotganiga ishonadi. Bu voqelikda qahramonlarimiz sho'ng'ib ketishgandan keyin Mira hazillashganini aytadi. Keyin Mira ular androidlar ekani haqidagi cho'pchakni aytib beradi. Ular ishonmasa ham Mira ularni provokatsiya qilishda davom etadi. Aris boshqaruvdan chiqishni boshlagandan keyin Mira haqiqatni aytishga rozi bo'ladi. Mira bu joygacha Arisuning o'zi omon qolib kelganining sababi atrofdagi bo'layotgan narsalar uning miyasida bo'layotganini ekanini aytadi. Arisu bunga ishonishni boshlaydi va Usagi o'zini haqiqiy ekanini, ya'ni uning gaplari yolg'on ekanini aytganda Mira u boshqa dunyoda borligini, Arisu shokdan xotirasini yo'qotib kasalxonaga tushgani, o'zi esa uni shifokor ekanini aytadi. Bu Arisu uchun haqiqatga aylanadi. U shifoxonaga o'tib qoladi va Mira bilan psixoterapiya boshlanadi. Ularning xonasi oldiga Usagi keladi. Mira bosimni boshlaydi va uning uchun keyingi reallik salyutlarning portlashidan keyin do'stlari avtohalokatda o'lgan bo'ladi. Mira u bu o'yinlarni yoshlikda yetarlicha mehr ko'rmagani uchun o'ylab topgani, u yerda asosiy qahramonga aylanishni xohlaganini aytadi. Bu gaplar Arisuning bu hayotda umuman maqsadsiz yashagani haqidagi xulosaga olib keladi. Usagi uni uyg'otishga harakat qiladi va Mira unga xalaqit beradi. Usagi bu gaplar yolg'on ekanini tushunadi va yana oyog'i qonashni boshlaydi. Mira Arisudan taslim bo'lishni so'raydi, keyin dorilarni ichishni so'raydi. Bunga esa Usagi qarshilik qiladi. Usagi unga uyg'onishni iltimos qilib, shisha sinig'ini qo'liga sanchadi. Arisu har xil realliklarga o'tadi. Tunnelga kelganda ko'z oldida Usagi paydo bo'ladi. Bu foyda bermaydi va u yana kasalxonaga qaytadi. U hayotdan maqsadi yo'qligini aytadi va Usagi ular birga bo'lishi, bu hayotning asosiy maqsadi mazmuni shu ekanini aytadi. Buni foydasi bo'lmagandan keyin Mira g'alaba qozonganini nishonlay boshlaydi. Lekin Arisu Usagini qo'ldan ushlab, uni qo'ldan oxirgi marta ushlashni xohlashini aytadi. Bu esa rostdan ham yordam beradi. Ular birga yashashni, bir-birlariga va'da berishadi. Shundan keyingina Arisu o'rnidan turib, oxirgi raundni o'ynashni aytadi. Bu esa Mirani ham ta'sirlantirib yuboradi va Usagi uchun o'yinni tugatishni taklif qiladi. Kech tushgandan keyin o'yinni tugatishadi va Mira g'olib bo'ladi. O'yin tugab ular g'alabaga erishadi. Lekin Mira bu joy qayer ekanini aytishdan bosh tortadi va unga tanlov berishlarini, lekin hayotni tanlasa hamma narsani unutishlarini aytadi. Mira esa lazer orqali o'ldiriladi. G'alaba munosabati bilan hamma joyda salyutlar otiladi. Keyin ishtirokchilarga shu joyda fuqaroligini olish yoki bundan bosh tortish tanlovi qo'yiladi. Aguni bosh tortadi. Shu jumladan Heya ham. Bizning asosiy qahramonlarimiz buni rad qilishadi, lekin Valitdagi ikki qahramonimiz buni qabul qilishadi. Bu keyingi mavsum uchun asosiy intriga menimcha. Shundan keyin Arisu Karubining barida o'tirganini ko'ramiz. Bu xotiralar uni qo'yib bormaydi baribir. Suhbat portlash mavzusigacha boradi va do'stlari u bu o'yinlar ichida hech birida yolg'iz g'alaba qozonmaganini, shuning uchun ularga rahmat aytish kerakligini aytadi. Keyin voqea joyiga qaytamiz. Yigitlar jinnalik qilib ko'chada yurishganda atrofda barcha qahramonimiz bo'lishganini, ular ko'rgan salyutlar emas, meteorit bo'lganini
u butun shaharni vayron qilganini ko'ramiz. Bu fojiadan Arisu omon qolgan. Yangiliklardan birida o'yinlarda mag'lub bo'lgan odamlarni fojia oqibatida vafot etgani e'lon qilinadi. Arisuni palatasiga ukasi keladi va uni topishganda bir daqiqa yuragi urmay qolib, chegara oldida qolganini aytadi. Arisu esa bu katta vaqt bo'lganini aytadi. Ukasi bu voqeadan otasi yig'laganini aytadi. Chishiya bilan Olifta bir xonada uyg'onishadi va ularning yuraklari to'xtab qolganini aytadi. Lekin ularning xotiralari o'yindan tozalangandi. Heya bir oyog'ini yo'qotgani va u Agonini to'satdan ko'rib qolganiga guvoh bo'lamiz. Anni shifokorlar hayotda olib qolishni uddalashadi. Kuynani ham ko'ramiz. U onasini ko'rib qoladi, keyin otasini ham ko'radi. Arisu ko'chada bolakay Kotani ota-onasi bilan ko'radi. Ichkarida esa Usagini ko'radi. Ular bir-birlarini tanishmaydi, lekin ko'p o'tmay tanishib olishadi. Shunda yaxshi kundan keyin ko'chada kartalar orasida Jokerni ko'ramiz. Bu keyingi mavsum uchun ishora albatta. Uni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.